Sizlar bilan men Fire o'ynaymiz. Bu Let's Play'da umuman modlar yo'q, lekin juda ham zo'r Let's Play. Bunda oddiy survival. Bunda biz birinchi daraxt chopishdan boshlaymiz. Daraxt chopa. Sizlarcha zerikarli bo'lmasin deb pauza qilib mana daraxtdan chopib oldik va mana bu yerdan olamiz. Sizlar mana bu ustimda turgan narsaga e'tibor bermang. Mana tezroq. Mana boshlaymiz. Mana bunda tosh desa bo'ladi. Bizga 8 ta kerak. Nimaga desanglar, bu bitta qilich, bitta bolta, bitta kirka yetadi. Nimaga bunday desanglar, atigi bolta bilan kirka esa qo'ymaysizmi desanglar, bu Minecraftda 1.3 versiyasi, bu Bedrock. Shundachi bu 5 o'rin, bu esa 4 o'rin. Shuning uchun agar siz men Minecraftni Java va Bedrock Edition'da o'ynashimni istasangiz, bu videoga 100 ta like. Sizga esa kanalimga obuna va like bosishni unutmang. Chunki biz 100 ta bo'lmoqchimiz. Haligacha 36 tamiz. 37 dedik, bittasi obunani tortib oldi, lekin shunchalik ko'p odam ko'rgan. Agar shu 1000 ta odam ham ikkitasi 1000 ta odam ko'rgan, shu hammasi obuna bo'lganda men maqsadimga erishib ulardan 2000 ta 2500 ta bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling. Agar shu ko'rayotganlar bo'lsa, ko'rmasin. Obuna bo'lmaganlar. Tezroq chopamiz deyapman. Ko'laymiz. Nimaga ko'layapsan desanglar, shunchaki emas, pechka uchun. 46, 48 ta yetadi bizga, bo'ldi. Endi esa pechka 6 ta. Man. Yana 56 ta ko'rganimda 7 ta bo'lardi. Agar shu 1 stack qilganda 8 ta bo'lardi. Sal yana o'yin qotdi. Hozir nima qotib turibdi? Rosta ham qotib turibdi. Mana shu olib ketamiz. Fire Let's Play mod bu yoqqa men modli Let's Play qilaman. Hali emas, mana qismga bo'lamiz. Ikkinchi kanalimga ham obuna bo'ling. U kanal kommentariya va opisiyaniyada bo'ladi. Shu kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Juda ham zo'r videolar chiqadi. Mana juda ham qanchada go'sht? 8 ta. Go'sht emas, menga teri kerak, mayli.
Nimaga desang, bu versiyada zombilarni paydo qilib bo'lmayapti. Men kredit tuxum bilan qo'ysam paydo bo'ladi. Tuxumsiz qo'ysam hech nima bo'lmaydi. Mayli, sakradik. Mana biz hozir bitta olim tamom edi. Agar shu biz mana bu yerga chiqqanimizda mana shu yerda videomiz mana bu qismlarga bo'linmaydi edi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Bitta olim o'yin tamom. Rostdan ham bunda bitta olsangiz bo'ldi, qaytib tanlab qarang mana. Bunda 1.21.41.01 tochka versiyadagi Minecraft bo'lganda shu Mansey degan narsa bilan boshiga qarab solardim va jonim yarimta ketadi. Qaranglar, biz parkurlar ustasimiz. Mana parkurlar ustasi, mana eng tepasiga chiqdik, lekin mana shu yerda daraxt chopib ketamiz. Lekin nimagadir o'yinimiz qotyapti. O 8ta qaranglar. Men sal o'rganishim kerak, lekin o'zim usta demayman-ku, mayli bo'laveradi u ham. Mana bu axir bizlar Night Vision olishimiz mumkin. Ruschasiga Night Vision bo'ladi, inglizchasiga Night Vision. Qaranglar, biz Pro Master emasmiz, bu mayli bo'laveradi. Yiqilib chiqsak tamomiz. Mayli. Bo'ldi. Bo'ldi. O'yin tugadi. Buni bossak qaytib turib bo'lmaydi desa, mana o'yin bug bo'ldi. Bitta o'lim. Tamom. Mayli qismlarni olaman, yana ikkinchi qismini siz mana shu 100 ta like qilsangiz, bu ikkinchi qismini va Minecraft, Java va Bedrockni ham olaman. Bedrock. Shuning uchun sizga ularni qayerda yuklashni aytaman. Siz mazza qilib o'ynaysiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying va like bosing. Qo'ng'iroqchani ham bosishni unutmang. Mayli ikkinchi qismigacha. Ikkinchi qismida men boshqa yerda bo'laman. Hozir bu bizning qazigan chuqurimiz nimagadir men o'lmayapman. Unda xayr do'stlar.